Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda hayız nifas münasebetlik mezmunlar haqida to'xtalib, hayızlar ayol namazın qazosini qilmaydi. Hayız muddatida namoz o'qiolmaydi. Namoz o'qish shaklida hayız tutgandan keyin bu namozni qayta iyoda qilib, uniki qazosini qildigan holat yoki avval bo'lmaydi dedi. Jabir ibn Abdullah, Abu Said al-Khudri qatorliq sahobalar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan bir hadislarda hayizlar ayol namoz tashlaydi, namoz o'qimaydi deyilgan. Undaqda bu bobda va Jabir ibn Abdullah bilan Abu Said al-Khudri'ninki bobning ostida keltirilgan bu hadisda ikki mazmun va aks etgan. Bobninki ro'y bo'yicha bitgan vaqtida faqat qazosi qilmaydi degan gap bor, lekin namozni ado qilish masalasi deyilmagan. Ammo Abu Said al-Khudri bilan Jabir ibn Abdullahninki hadisida namozni hatto odam qilmaydiganligi bu yerda bildirilgan. Undaqda bu yerda mayli qazo bo'lsin, mayli ado bo'lsin, hayizlar ayol namoz o'qimaydi qatti. Mayli hayizlar holatida, mayli hayizdan keyingi qazolik holatida bo'lsin, buni o'qimaydi degan aksiyat turdi. Endi bu 321 numaralı hadis, bu babning ostida keltirilgan hadisning nomeri. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Musa ibn İsmail hadis so'zlab bergan deydi. Bu Imom Buxoriyninki Tabbuzaki nomi bilan mashhur bo'lgan buyuk ustozlarniki biri. Bu kishi deydi bizga Hammom hadis so'zlab bergan deydi. Undaqda Hammom kim o? Hammomninki tarixi biroz boshda o'tib bo'lgan, yana bu yerda qaytlaydi. İsmi Hammam ibn Yahya ibn Dinar isimli ulama bulup hadis ulamalar içindeki en dağınık muhaddislerinin biri. Hicriye 80. yıl doğulup Hicriye 163. yılı Ramazan ayında ölüp ketken. Kunyası mesela Ebu Bekir yak Ebu Abdullah namıyla meşhur. Özü Basir'deki dağınık ulamalarındaki biri. Dadısı hünerven Kassap ailesinden kelip çıkan Basir'de şu hüner kesiple meşhur boğan. Yani bu adam İmam Hasan, onun başka Ata ibn Abi Rabah mesela şu Nafi' deyimiz Abdullah ibn Ömer'ninki şagirdlerden. Qatadet ibn Daame qatarlıq aynı davrdaki katta hadis ulamalardan hadis öğrengen. Bu kişininki şagirdler mesela Süfyan-ı Sevri, Abdullah ibn Mübarek, Vaki ibn Cerrah qatarlıq ulamalar. Bular şu öz davrdaki dağınık meşhur muhaddislarninki biride. Hem de hadis ulamalar bu kişiga baho bergan vaqtida bo'lib İmam Ahmed ibn Hanbal Hammom nayet mazmut odam degan. O'ziniki ustozlar bilan bo'lgan munosabat, ya'ni shu ilmni naql qilish, yetkazish jihatda. Undan boshqa ulamalarmi eng afzalimiz edi degandek rivoyatlarni, mazmunlarni bergan. Undaqda bu o'z davridagi nayet katta muhaddislardan deyishki bo'ldi. Bu odam dedi bizga qatada hadis so'zlab bergan dedi. Bayatınki Qatadet'ine Daame degan kishi şu. Bu kishininki dağınık ustozlarninki biri. Bu zat deydi bana Muaze hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Muaz isimli sahabi var, uni ta'siz keladi. Muaz ibn Jabal. Lekin bu Muaze tabiin ayol bu. Amma hadisda rivoyat qilinganini Muaze deb ta'bilan kelgan. Bu Muaze bint Abdullah deymiz, Ummu Sahba nomi bilan mashhur. Özü Basra'nın ayın davridagi nayet dağınık katta bir abidlarninki biri. Zahid o'tgan ayol. Silat ibn Ashyam degan bir kishi bo'lganda, shu kishiniki ayoli bo'ldi. Bu yo'ldishi va o'g'li Sahba masalan bu urushda ayni vaqtdagi jihodiy harakatlarda bu shahid qilingan. Bu eri o'lib ketgandan keyin, bolasi o'lib ketgandan keyin bu odam bu ayol özün hayatını davamlı ibadetle ötkazgan. Bu ayol Hicriye 83. yılları, miladiye 72. yıllık doğrultuda şu payt ölüp ketgan. Ulamalarninki deyishcha o'zi ko'p hadislarni rivoyat qilgan, shenjilik, kechilarni davomli shu bedor o'tkazilgan, ibodatlarni o'tkazilgan ayol edi deb ta'riflangan. Nurg'un sahobalarni o'ziga ustoz tutgan, jumladan Oysha onamiz bu ayol kechida bedor o'tkazib bu kechida uxlagan odamga hayronman degan bu ayol. Bu qabrning qorong'uligini o'ylab qanday bu uyqusi kelar deb degan. Hatta bu ayolniki o'ziniki kuchliligi, botirligi,
Allah'a bo'lgan ishonchisiningki iymonining mukammalligi asosida eri Silat ibn Ayshan bilan o'g'li urushda tanglam bo'lib shahid qilinganda ayollar kelib endi bunga bir ta'ziya bildiraylik deb boshlab kirgan ekan. Bu ayol ta'ziya bildiruvchilarga ta'ziya bergan. Nima deb? O ayol shunaq degan deydi. Agar sizlar meni tabriklab kelgan bo'lsanglar, qadiminglarga marhaba. Agar unda bo'lmay mana bir ta'ziya bildirish uchun, ko'ngilni yarim qilish uchun kelgan bo'lsanglar, qaytib ketinglar degan. Demak, eri bilan o'g'lining shahid bo'lib ketganligini bu ayol o'ziga bir bishorat, bir tabriknoma sifatida musibatni menda qabul qilgan. Davomli deydigan gapi, men hayotli bo'lsam, Allohga qanday yaxshi usullar bo'lsa, shu usullar bilan Xudoga men yaqin yo'l qilishim kerak. Shu orqali qiyomatda o'g'lim bilan yo'ldoshim Abu Sahfa bilan jannatda birga bo'lish uchun yashaymaydi ekan bu odam. Ya'ni demak, o'g'lim bilan yo'ldoshim jannatga loyiq amallar o'lib ketdi, men shularga yetishim kerak deb shu asos harakat qilgan buyuk muhaddis ayol. Endi bu ayol deydi, bir ayol Oysha onamizning huzur muborakiga kelib mundaq degan ekanda. Bir ayol deydi. Bu ayolni mavhum bir yerda rivoyat qilinibdi, ammo ay Muaza o'zi edi deydi. Ay shu rivoyat qilgan ayol o'zi so'g'an edi aslida deydi. Olimlar. Hayz ko'rib, hayzdan saqaygan ayol namoz o'qiyamagan namozlarining qazosini qayta o'qamdi deb so'radi. Oysha onamiz hayronlikda javob berib, "Sen Haruriyami?" dedi. Endi bu nima degan gap desak, bu Haruriya degan ko'piga yaqin joylashgan bir kanitniki, bir qishloqniki nomi. Ayni vaqtida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuniki xilofat davrlarida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuniki qo'llovchilardan bo'lgan 8 mingdan ortiq odam mush Harura degan yezi qishloqda yig'ilib Ali radhiyallohu anhuniki Muaviya tarafdorlari bilan bo'lgan siyosiy kelishimnomaga bular qarshi chiqqan. Ali'den bölünüp çıkan bu Ali radhiyallohu anhu'dan. Bölünüp hatta Ali tarafını Muaviya tarafını bula kafir degan. Nayet oşkun endi birdiki nayet oşkun firqalarniki biri. Hozirgi davrimizdagi yetib kelgan oshqun firqalarniki bosh ayni davrdagi yildizi mana mushular. Bular nurg'un firqalarga bo'lindi. Masalan, Azariqa, Saffariya, Najdiya, Ajaridda, Abbaziya, Salibiya deganda, undan boshqa nayet nurg'un bularniki shaxslar bor tarixda bilinib kelgan. Yani bunu mushu kentte bular mushu demek o'ziniki mushu siyosiy partiyasini qurgan paytlarda buni Xavarij deb atalgan, Haruriya deb atalgan. Shunlashqa Oysha onamiz sen mushu Haruriya debmi? Yani mushu sen mushu Xavarijlar to'pidingmi sen? deb hayron qoldi. Chunki bular namoz hayzdar ayol namazning qazosini qiladi degan fikrda bular. Undan boshqa ahli sunniy vel jamoa ulamolarining firqalariniki hammasi bular namozni hayzdar ayol qazosini qilmaydi deydi. Ammo mush Xavarijlar firqasi qazosini qildi deb qaraydi. Shunlashqa Oysha onamiz bu yerda hayronlikda so'rayapti, sen mush firqadimmi? Hamda javobda mundaq deyilgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam zamonida Rasululloh bilan birga hayz odat ko'ratdik, yo Rasululloh uning buyurmaydi. Yoki biz unda qilmaydik degan. Ya'ni biz namozning qazosini qilmaydik deb aniq bu yerda keskin qarorliq javobni bergan bu yerda. Bunun ustiga bu Xavarijlar firqasiniki ichida faqat mushu Qur'onni ham tutib bo'lmaymiz, hadisni qabul qilmaymiz deydigan firqalarmi mavjud bularning ichida. Bu Qur'onni tafsir qilishda hadisga murojaat qilishning o'rni yo'q. Bunda biz faqat o'zimizdagi aqliy tushunchasiga asos qilinib, Qur'onni shu asosda tafsirlab olmoqmiz deb qaraydi. Davrimizdagi shu ahli sunniy va jamoa firqasiga xilof qarshi holatda xizmat qilayotgan bu ozg'un firqalarniki yildizi ayni davrda bor. Chunki insonniki bu firqalarniki kelib chiqishida insonning bir naqs aqli sababli aql o'zgarmaydigan bir ruhoniy kuch bu. Her davrda passiv
töven yoki bo'lmasa Qur'on hadisga xilof holatda o'ziniki bilarmanligini asos qilib ma'digan ozg'un guruhlar har zaman mavjud. Demak biz bu hadisda aniq bildigan nuqta shu hayzdar ayolniki namozning qazosini qilmaydiganligi va shundaqla namoz o'qimaydiganligini bilish orqali İslamiyetning naqadar qulay, osonlik yaratib berish uchun bir qonun, nizom, shariat tuzilmasini o'tirib qo'yganligini bu yerda his qilib yetamiz. Hem tövendeki hadis bu ma şahiz nifasga aloqador. Bu hadisda hamda bu babda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh hayzlar ayollar uxlash haqida shu hayz kiyimlar bo'lgan yotgan bo'lsa shuni ular birga yozib bo'lamdi bo'lmamdi degan mazmunda to'xtalmoqchi. Buniki mazmunni biz aniq hadisniki o'zidan bilaylik. Bu hamda 322 numaralı hadis. Bu hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Sa'd ibn Habs hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu kishi İmam Buxoriyniki buyuk ustozlardan Sa'd ibn Habs Talhi yoki Abu Muhammad al-Kufi nomi bilan mashhur. Bakrak laqami ham Zaxm yo'g'on degan mazmunda. O'zi ayni davrdagi katta hadis ulamolardan hadis rivoyat qilgan. İmam Buxoriy, Abu Shayba qatorliq hadis ulamoları bu kishidan hadis rivoyat qilgan. Muhammad ibn Yahya az-Zuhali deymiz shula. O'zi ishonchli katta muhaddislardan 215-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishiniki tarjimalarni aytdi, qisqatlab zikr qilingan. Bu kishi deydi bizga Shaybon hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Shaybon ibn Abdurrahman nomi bilan boshda o'tgan odam bu kishiniki tarjimalimi boshda o'tgan. Bu kishi hamda Yahyadan Yahya ibn Abi Kasir degan kishi boshda tarjimali o'tdi. Bu kishi hamda Abi Salmadan rivoyat qilyapti. Abi Salma Abu Salma ibn Abdurrahman ibn Avf degan. Bu kishining tarjimalash Kitabul Vahiyda boshda o'tgan Abdurrahman ibn Avfniki o'g'li bo'ladi. Bu kishi hamda Zaynab Abi Salmaning qizi Zaynabdan rivoyat qilyapti. Bundaqda bu kim o? Bu ayolniki tarjimalini biz boshda degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki o'gay qizi bo'ladi. Abi Salma dunyodan ketgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abi Salmaning ayoli Ummu Salmaning o'zining nikohiga olgan. Nikohiga olgan vaqtida Zaynabni birga elib kelgan Rasulullohning uyiga. Demak bu Rasulullohniki uyda qushqudi cho'ng bo'lgan talaylik ayollarniki biri, o'zining faqih, muhaddis ayollarniki biri. Biz boshda bu ayolniki tarjimalini deb o'tdik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chaqchaq qilib o'ziga suv chechib, keting deb bunda chaqchaq qiladi. Yani bu ayol Abi Salmaga deb turibdi Abdurrahman ibn Avfning o'g'liga. Bir hadisni so'zlab turibdi. Ummu Salma mundaq degan deydi. Ummu Salma o'zining onasi hamda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki buyuk ayollarniki biri. Hind bint Abi Umayya nomi bilan mashhur. O'ziniki Qurayshlarniki Mahzum jamoatidan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning buyuk ayollarniki biri. Bu kishiniki ayolning tarjimalimi boshda o'tgan hamda. Bu ayol deydi hamda. Men hayz ko'rib qolgandim deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga bir adiyalda yotgan edik deydi. Bu adiyal Hamila degan nom bilan kelsa bu adiyalni bildirdi. Bu ayni vaqtdagi shu Arab yarim orollarida to'qiladigan yo'lliq jun adiyallarniki biri. Shuning bilan men azroq sug'urilib yotgandan chiqib ketdim-da. Shunga hayz kiyimimni elib kiyib oldim. Boshda bu hadis biroz o'tgan, boshqa raviy shaklda, raviylar sanati bilan. Endi ayni vaqtdagi ayollarniki masalan shu ikki xil kiyimi bor ekanda, oilamiz o'lchilik kiyim deb qo'yamiz-ku Uyg'urcha. O'lchilik kiyimi va o'zing bunda bir ibodat, yoki bir turmush sirt kiyadigan turmush kiyimlari. Mana bu ayol o'zing o'lchilik kiyimini kiygan ekan. Yani hayz kiyimini kiygan ekan. Shuni kiyib oldim. Payg'ambarimiz qarab bilib qopti. Hayz ko'rib qoldingizmi? Deganda, dedim. Rasululloh meni yana to'lab, yana shu adiyalga birga akirdi deydi. Yani bu Rasulullohning turmushda shundoq ichki turmushdagi voqealiklarni Rasulullohning ayollari deb bilsa buni bilib bo'lmaydi.
bu ümmetke nisbeten elbette kavakta bir yol, bir meş'al bulaniki turmuşu. Şu ayalıniki sözlep bir atkan vakalıkları. Yani bir yerde Resulullah'ın ayeti bir muhabbetlik, romantiklik alette ayalını yana özünki ediyalığa kelan dep çakırıp birliğe yetip. Bu ayal dedi hem de aşı Ummu Seleme'nin kızı Zeynep. Bana anam yani hadis sözlep bir mundaq degan. Peygamber aleyhissalatu vesselam rozdar halette onu söyetdi. Ba'zida men jo'natdim Peygamber sallallohu alayhi vasallam bilan birga biz junub bo'lib qolganda bir qanchadan jo'natdik dedi. Bir qancha deymiz? Bir dastin jo'natdik yoki bir tashtakdan jo'natdik. Tang suv ilishib yoki suv chechib bir-birimizga degandek işte qillatdik deb oila va turmushini o'zing qiziq deb biryotdi. Endi bu ayolniki bu qilgan qilmishi hayosizlikmi? Deganda nauzubillah yo'q, undaq emas. Bu Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki turmushini sözlep birish orqali musulmon ummatlarga dinning ahkomlarini, qoida usullarini, adab axloqlarini yetkazayotgan bir avval bu. Bu yerda ro'zdar holatda suyatdi degan iboratni keltirib, ya'ni suyish bu yerda ro'zni buzmaydi degan hukmni bildirmoqchi. Bunun qarta ulamolarniki nurg'un ixtiloflari, nurg'un bu jihatga qarashlar bor. Ulamolar asosan bu yerda o'ziniki shahvatiga ega bo'la olsa, ya'ni meni suyuqlik ketmaydigan holatda bo'la olsa yoki jinsiy munosabat qilishga elib bormaydigan ahvol ostida bo'lsa, bu bo'ladi degan. Bir qism ulamolar yoshlarga bo'lmaydi, qarilarga bo'ladi degan. Bu insonniki o'ziniki bir tabiatiga, nafsiga qarta o'ziga o'zi beradigan fatvolarniki biri bo'lmas bu. Qur'oni Karimning zohiri bo'yicha elbetqa vaqtida bu mesela yaqinlashmanglar degan hayzlar ayollarida Qur'onning shakli bo'yicha hayzlar ayolga yaqin kelmanglar degan. Ammo ma hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam hayzlar ekanligini so'rab bilib bo'lgandan keyin ya'ni o'ziga yotqiniga chaqirib chiroyli birga yetib o'ziga turmushini davomlashtiryapti-da. Bu nima degan vaqtda bu Qur'ondagi yaqinlashmanglar degan oyatni tafsirlayapti Rasulullahning bu qilmishi. Bu yerdagi yaqinlashmanglar degani ya'ni jinsiy munosabat o'tkazmanglar, undan boshqa avvallar yo'lliq, durust degan qarashni bu yerda hadis tafsirlamoqchi. Bugungi darsimiz mushagiz bo'lg'ay. Va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.